Do'stlar, assalomu alaykum. Hozir chegaradan odamlar kelyapti. O'zlari bilan video qilamiz. Yosh bolasi borlar ko'rsin. Yosh bolamiz bor, chegaraga chiqamizmi yo'qmi deganlar mana shu videoni ko'rsalaring tushunib olasizlar. Lekin bizni xalqni bilasizlarki, juda ko'pchiliklar falshiviy qilib o'rganib qolgan, falshiviy bostiraman deydi. Afsuski, na sadik, na shkola siz bolangizni qabul qiladi. Bu videoni oxirigacha ko'rib, tarqatib qo'yinglar. Mana shu mashina yosh bolalar bor. Agar intervyu bersa, o'zlari bilan qilamiz, bo'lmasa tushuntirib sizlarga aytib beramiz. Qani ketdik. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari, shuningdek Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz, qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Tojikiston. Tojikiston. O'yincha bilasizmi? Kam. Chegarada nima gap aka? Hammasi zo'r. Yaxshi o'tib keldingizmi? Ha. Hech kim ishlab qolgan yo'qmi? Ne? Мы компания катирафтем, аммо тарaf Shofyor chiqay, lishni so'ng girifdagi ne? Ne, shofyor va gap nest. Ammo odamlar bor ekanki, lishni pul yo'q qolar ekanda. Aka, kelim yo'q-a? Ne, yagon qil lishni pul ne, sam chiqaliki договор кадем, chiqali va'da bud, am qil raftem omadi. Shuma Tojikiston az joy? Asharitus. Sharitus. Ammo odamlar Sharitus Tomoshqa do'sat. Ammo odamlar endi endi smekidmi shofyor yo nemi? Конечно. А что Sharitus? Mana mu raftem omadem do'st kapa, nag'z raftem omadem. Bu taraf o kompaniya o'shon budas poyezd qatik zaron omadem. So'z. Ha, mas satvoyiz a? Satvoyiz. Hech kim aldagan yo'q, borib kelyapti. Hey, dokument qanaqa edi sizda? Hamma dokumentom hammash bu. Men просто pasport pominatkадан raftom odim. Rahmat raftet. Ha. Rahmat shunga. Mana do'stlar, chegara borib kirishyapti. Bu yerda odamlar ko'p, faqat bizni videoga olmaylar deyishyapti. Hozir shofyor o'zida sizlarga tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum. Siz shofyor, to'g'rimi? Chegarada nima gap? Tinch chegara, tinch aka. Nima gaplar chegarada? Kim olib qolyapti, kim olib qolmayapti? Men bitta ko'rib turibmiz, oilali yosh bolalar ham kitobda ekan, faqat videoga olmaylar deyishdi. Yosh bolalar nima kerak? Hammasini aytib o'ting, chunki ko'radiganlar bor-da, yosh bolaliklar, boshqalar bor. Yosh bolaga shu registratsiyasi, pasporti, migratsionkasi bor. Dokument tamom bo'lgan bilan chegara chiqib kelyapti, to'g'rimi? Dokumentni tamomlardim, olib borib, mana Xudoga shukr qaytarib olib kelyapmiz. Biz dokumentlar nima bo'lyapti aka? Bez dokumentlarni olib borib olib kelyapmiz. Problema yo'q. Problema yo'q. Endi hozir sovuq qanaqa kiyinsin, sovuq kiyinsin, issiqni kiyinsin, nima qilsin chegarada? Shapka, kurtka, iloji bo'lsa oyog'iga bir Ha, o'zingiz yuqori kiyib olgan-ku? endi biz mashinadagi qalinroq oyoq kiyim, kurtka. Chegara bundan battar sovuq bo'lsa kerak-a? Ha, albatta. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, chegaradan yetib kelishdi. Bizda xalq bilasizlar, juda ko'pchilik videoga olmagan deydi. Hozir bu yerda yosh bolaliklar bor edi. Yosh bolaliklar ham chegaraga chiqar ekan, mana olib borib kelyaptilar. Turmush o'rtog'i, xotini, bola chaqasi hammasini olib borib kelyapti. Sizni ko'radigan odamlar endi yosh bolalarga qiziqadi-da. Misol uchun chegarada yosh bolasidan kirib chiqish kerakmi yoki falishga pishat ursa ham bo'ladimi? Bemalol kirib chiqsa bo'ladi aka. Hech qanaqa falishga pishat o'tmaydi, to'g'rimi? Yo'q, falshifga kerak emas. Ba'zi bir insonlar bor, xotinim beri meni yoki yosh bolalarim chegaraga chiqmasdan falishga urdiraman deydi. Bir tengsiz foydasi yo'q uni. Mana shofyorlar, mana mashina. Lekin bizni oilani olmaylar deganligi uchun video olinmadi. Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar. Chegara bormoqchi bo'lgan O'zbekiston, Tojikiston kim bo'lsa agar shu videoni tarqatib qo'ysizlar, ekranda nomerlarga telefon qilishlari mumkin.